Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Mening ismim Mashu Komazaki. Men Yaponiyadanman. Hozir Toshkentdagi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy muzika san'at institutining magistratura bo'limida dutor yo'nalishda birinchi kursda o'qiyapman. Men o'zbek tilini eng birinchi o'rganganim 10 yil oldin edi. 10 yil oldin birinchi marta O'zbekistonga keldim. Buxoro shahri 32-maktabida muzika fandan dars berishga keldim. Va 2 yil yashagan edim. Maktabida dars berayotganimda o'zbek chiroyli xalq kuylaridan ham men ham o'rgandim. Yallama yorim yallola, yallola shaylik, uchtami torta bo'lishib haslatlashaylik. Yallama yorim yallola, yallola shaylik, uchtami torta bo'lishib haslatlashaylik. Yallama yorim yallola, yallola shaylik, yallola shaylik, uchtami torta bo'lishib haslatlashaylik. Uchtami torta bo'lishib haslatlashaylik. O'zbekistonga kelib, men juda ham hayron bo'lgan narsa bor edi. O'zbek xalqlar hamma shunaqa talabalardan yosh kattalarigacha hamma odamlar men o'zbek tilini gapirsam va o'zbekcha qo'shiqni aytsam, hamma xursand bo'lib, rahmat deb minnatdorchiligini aytib berdilar. Yanada xursand bo'lib o'zbek tilini o'rgangim keldi. O'zbek xalqlarini o'zini madaniyatini, san'atini va O'zbekistonning o'zini tilini yaxshi sevadi-yu, shuning uchun ham chet ellik mendek xorijlik o'zbek muzikasini ijro etsam, gapirsam, ular xursand bo'lib meni qabul qilishadi. Va meni talaffuzga, nimaga, grammatikaga u boshqacha aytyapsiz deb hech kim shunaqa aytmaydi. Hamma juda mehribon edi-da. Yaxshi gapiryapsiz deb shunaqa maqtanib beradi-yu, men ham qo'rqmasdan gapirishni boshladim. O'zbek va yapon millatining o'xshash tomonlari esa yosh kattalarga hurmat qilish juda ham o'xshaydi deb o'ylayman. Metroga o'tirsam, bizda masalan Yaponiyada shunaqa maxsus o'tiradigan joy bor. Yosh kattalar kelsa, homiladorlar kelsa, joyni berish kerak degan joy belgilangan. Lekin O'zbekistonda unaqa joy yo'q. Hamma joyda metroda o'tirsa, yosh kattalar kelsa, kimdir kelsa, joy berishadi-yu, shu tomon juda ham yaxshi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, har bir millatga bag'rikenglik yarashadi. Men o'zbek, yapon va barcha dunyodagi odamlar do'stlashishni xohlayman.